Qo'limda men kechagina xarid qilgan Xiaomi'ning eng oxirgi planshetlaridan biri hisoblanadigan Xiaomi Pad 7. Planshet ekrani 144 Hz bo'lib, 800 nit yorug'likka ega. Qo'shimchasiga batareykasi 8850 mAh hisoblanadi. 45 Watt tezlanishda zaryad oladi hamda Snapdragon 7 Plus Gen 3, ya'ni 4 nanometrli protsessor bilan jihozlangan. Xotiralariga keladigan bo'lsak, 8 ga 128, 8 ga 256 hamda 12 ga 256 versiyalari mavjud. Kameralari haqida to'liq to'xtalib o'tilmayman, sababi planshet uchun muhimi bu kamera emas. Kamerasi kundalik foydalanish uchun, video qo'ng'iroqlar uchun hamda hisobotlar topshirish uchun yetarli darajada kuchli. Ushbu planshetlar HyperOS 2.0 bilan ishlab chiqarilgan hamda Android 15 da ishlaydi, lekin men buni olganimdan keyin HyperOS 3.0 versiyasi yangilanishga kelgan ekan, sirasi yangilab qo'ya qoldim. Men shu bir kun ichida bu planshetda o'yin o'ynashga, kino ko'rishga hamda kontent iste'mol qilishga ulgurdim. Hozircha hech qaysi biridan hech qanaqa shikoyatim yo'q. Stereo dinamiklari bor, ya'ni kino ko'rmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir video ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'yin o'ynaganda ham bu sizga ancha qo'l keladi. Planshet Apple'ning iPad darajasida bo'lmasa ham, Xiaomi'ning eng yaxshi planshetlaridan biri ekan. Agarda siz ushbu planshetni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, men opisiyanida nomer qoldiraman, bemalol qo'ng'iroq qilib yoki Telegramdan yozib xarid qilsangiz bo'ladi.